Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Kun tartibidagi masalalar programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Qadrli qarindoshlar, bugungi studio hozirgi mehmonimiz hammalarga ma'lum bo'lgan, tunishib bo'lgan Sharq Turkiston, yani Turkiyadagi Sharq Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, hurmatli Seyitun Turk apandi bo'ldi. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Oldindan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Hurmatli Seyitun Turk apandi, sizga ma'lummi shu Qirg'izistondagi Xitoy konsulxonasini Xitoy konsulxonasi qilingan bu hujum vaqa yuz bergandan keyin bir hafta o'tmaydi. Buni Sharq Turkiston, yani Uyg'urlarga atib qo'yganligiga doir Qirg'iziston doiralari buni e'lon qilgandan keyin Xitoy basbasda o'zining axborotlarida mayli inglizchasi bo'lsin, buni e'lon qilib xalqaraga buni tuntuvatdi. Sharq Turkiston Islom Markazi tashkilotining qilganligi, buyruq beruvchininki Suriyada ekanligi, Turkiyada odamlar bor ekanligi u bu degandek. Siz bunga qanday qaraysiz? Biz bu axborotdan anladık bu uçurni. 8. ayının 30. günü Kırgızistan'daki Bishkek şehrinde Xitoy elçixonasiga bir patlash vakası bilan bir hujum bo'lganligini. Lekin biz bundan afsuslandik. Bu uçurda çıkan haberler bizni afsuslandırdı, çünkü Uygurlarga bu işini Uygurlarga çaplab, Uygurlar kıldı degan temada Kırgızistan'daki gayi matbuatlarda yoki torlarda bu xilda uçurlar çıktı. Elbette biz Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan yana birisi Sharq Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakili bo'lishimiz sifati bilan bunda hareketlarni hech qachon qo'llanmaganligimizni va bu tipdagi hareketlarga qarshi bo'lganligimizni her daim bildirib bunu jakarlab keldik. Bu meseleni iki xilda tahlil qilish kerak. Birincisi, bu Bishkekdagi Xitoy konsulxonasi oldida bo'lgan portlash voqeasi kimga nima foyda keladi, kimning manfaatiga bo'ladi, kimning ziyniga bo'ladi, buni o'ylagan vaqtimizda buni Uyg'urlarning qilish ehtimolligining nihoyat tuvan ekanligini bunu düşünüşümüz gerek. Çünkü bu şunda bir patlaş vakasındaki Xitoyning vatan ichidagi Uyg'urlarni terörçü, radikal İslami terörist, El-Qaidici, ISIS yoki Daeshchi degan shu tuhmat bilan har xil uslub bilan bostirish ostida, ya'ni shunday bir ishniki, shunday bir to'planma, bunday bir terror hareketining Xitoyninki bu iddiasini taxmin kuchaytirib berganligini, Xitoyninki qonunsuz zo'ravonligini, huquqsizligini ve Sharq Turkiston'daki katliam ve cinayetlerini meşrulaştırdıklarını biz bunu yaxshi tushunamiz, yaxshi bilamiz. Bu noktayı nazardan qaraganda bu tipdagi hareketlininki qat'iy Uyg'urlarga manfaatining yo'qligini ve Uyg'urlarning bu hareketden natija ololmaydiganligini en yaxshi biz tushunamiz. Xitoy buni bir to'planma aylantirib, bundan o'zining manfaatiga vatan ichi va vatan sirtidagi Uyg'ur terörchilar degan bu shuarni yuksaltish ve Uyg'urninki milliy mustaqillik hareketini xunuklashtirish, bunu qanunsuzlashtirish, terör hareketiga aylantirish orqali bunu yo'q chiqarish siyosatininki bir jumlasi deb qaraymiz. Bu birincisi. İkincisi, agar ehtimollik, yani %1 ihtimallik agar shuni Uyg'ur qilib borgan bo'lsa-mu, buni to'g'ri bir analiz bilan nima uchun Uyg'ur bunday bir harakatga tashabbus qildi degan savolni so'rash orqali Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan qonunsuzligi, Xitoyning bisimlari Sharq Turkistonning yerlik va asliy unsuri bo'lgan Uyg'ur musulmonlarga bo'lgan dinsizlashtirish, ularning milliy diniy kimliklarini, ularningki madaniy, ijtimoiy, tarixiy bütün alaylıklarını yok kılış ve bütün Sharq Turkiston'ni Şinjanlaştırış siyasetiga karşı çidiyanmagan, taqat kılanmagan, bununla takabül turanmagan yoki bununla bardoshlik bilanmagan pichoq so'ng tekkan yerda bir Uyg'urninki bu xato siyosatni, xato yo'lni tutib qilish ehtimolligini yo'q demaymiz. Shuning uchun ikkinchi ehtimollikda bu masalaning agar Uyg'urlar
qilib chiqqanligi agar isbotlanib qolsa ki hozirgacha unda bir isbotni borligiga doir aniq bir isbot paketi o'tirib qo'yilgani yo'q. Agar isbotlanib qolgan holatda bu buning mas'uliyatining buning mas'ullarininki bu terror hareketining mas'ullarining Uyg'urlar va Sharq Turkistonliklar emas. Sharq Turkistondagi bir mustaqil davlatni 1949-yili ishg'ol qilish orqali bir millatninki butun yo'q qilinish siyosatiga qarshi bir harakat deb qarasak buni to'g'ri tushungili bo'ldi. Xo'sh. Ama şu G20 devletler başlıklar yığında Obama, Erdoğan emmesi şu yerde temizlenmez malum. Şu 9. ayının 3. günü Xi Jinping bilen Obama görüşken vaxtida Xi Jinping öz vaxtida 2002-yilda George Bush davrida Sharq Turkiston Islom Amerika Tashkilotini hozir Xitoy Qirg'izistondagi masalani bularga atib qo'ydik hamda. Şu təşkilatni 13.224 numaralı məmuri buyruqqa asaslanıb öz vaxtida terrorluq təşkilat tizimliki kirgizganligi uchun ham BDT'ninki 1267 numaralı komitetining universal jazolash tizimligiga kirgizishini Amerikaning qo'llaganligi uchun nayt rahmat aytib buni Obamaga eslatib o'tgan bo'ldi hamda. Bu ziyoratdan kishilar 9 ayning 7 kuni Amerikaga Obama qaytib kelgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi şu Amerika Ovoz radiosining muxbiriga bergan nimasida Amerika taraf navbatda Xitoy taraf bilan asla Sharq Turkiston Islom Amerika tashkilotini terrorlik tashkilot deb belgilaydigan kelishim imzolamadi degan bayonotni beribdi hamda. Siz buni qanday qaraysiz? Amerikaninki bu tutumiga qanday qaraysiz? Amerika Uyg'ur masalasida qanday bir siyosat qo'llanmoqchi masalan? Amaliyotda hozirgacha bu tashkilot terror tizimligidan chiqarib etilmagan. Hozirgi tizimlikda bor ekan, ammo bu so'zni yuqori darajadagi bir mahkamaning bayonotchisining bu so'zni deyishi Xitoydan qaytib kelishi amallar. Buni qanday qaraysiz? Albatta bu masala davlatlarninki nuqtaliq manfaati yoki ishbirligi degandek shu nuqtaliq masalalarga kelganda bu xil temalar, bu xil ismlar ishlatilganligi tarixda bu mavjud. Xo'sh. Ammo keyingi davrda Amerikaninki Uyg'urlarga doir burun ishlatgan xato atalg'o'lini, xato temelini buni qaytarib olib, bu haqda o'zininki qilgan xatoligini to'laganligimi bu bizga ayon. Bu nima deyilganda, misol Afg'onistondagi bir qism Uyg'urlarninki Guantanamoga qaytarilib, shu siz yuqorida degandek Sharq Turkiston Islomiy harakatininki terror tizimligiga ilingandan keyin bular Guantanamoga qaytarilib, Guantanamoda sud qilindi va bu sud jarayonida 1000 Uyg'ur üstüne cinayet yapılmadı. Bir Uygur'unki terörist bo'lganligiga doir isbot fakti o'tirib qo'yilmadi. Andan Amerika mı burun qilgan shu xatoligidan yenib Sharq Turkiston Islom harakatini terror tizimligidan chiqarib tashlagan. Xitoy bu Sharq Turkiston Islomiy harakati degan mush ismni terror tizimligiga kirgizish yoki buni terror bilan birga atash orqali butun dunyoda Uyg'urlarni qaysi niyat, qaysi siyosiy tushunchaga, ko'z qarashga bo'lishni qat'iy nazar hammasini terrorchi deb jakarlab kelyotdi. Lekin bu Xitoyning o'zining iddiasi, Xitoyning o'zining muddaosi. Buni tipik misoldan birisini yana biladigan bo'lsak, hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'anningki buni shu G20 ziyoratidami Xitoy matbuotlari yasama holatda Sharq Turkiston Islomiy harakati terrorchilari degan ismni zo'rlab, majburlab zo'ravonlik bilan ishlatishga tirishganligini ham ko'ryapmiz. Bunga hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'anningki terrorni islom dini bilan birlashtirishga bo'lmaydi. Terror degan terror deb bunga ochiq inkos qaytadi. Xitoy dunyoda 11 sentabr voqeasidan keyin butun dunyoni tahdid qilgan atalmış shu terror yoki islomiy terror degan shu shuarni o'zining Sharq Turkistondagi qilayotgan jinoyatlarini meşrulaştırışka ve Uygurlarını kurban kılışka bir huzur kılıp işletematudu. Bunun elbette biz yol koymayız. Bunun dünya cemaatçiliği yol koymatıdı. Siz yukarıda degandek Amerika Birleşken Devletleri'ninki rehberleri mi, onunki yukarı derecelik xadimleri mi, kadırları mı, Xitay'nın muşu atalgısınınki bunun Amerika tarafından kabul kılınmaganlıkını, bu doğruluk bir bitim tüzüşülmegenlikini bunu cekarlaptı. Biz için itibarlı olan, biz için müteber olan Amerika'nın beyanatı, Xitay'nın kimne, qanday, qaysi şekilde biz bunun bilan değiştik yoki bunun bilan piştik degan gapning biz için itibarı yok. İnşallah Xitay Sharq Turkistondagi bu yolg'onchi qarlama
tuhmatxo'rlik bilan Sharq Turkiston terrorchilari yoki Sharq Turkiston Al-Qoidasi yoki Sharq Turkiston ISIS degan bu gapida o'zi yolg'iz qoladi, o'zi rasvo bo'ladi. Uyg'urlar Sharq Turkistonlik musulmonlar hech qachon terrorist bo'lmadi, terrorist emas. O'ziningki vatanda yashash imkoniyati qolmaganligi uchun agar shaxsiy biror Xitoy qarta bo'lgan ishlar bo'lsa, bu ishlarni hech qachon terrorchi yoki islomiy terror deb atag'ili bo'lmaydi. Xo'sh. Oxirida 16 sentabr Janvardagi namoyish haqida tunugimi Rabiya Qodir xonim tunugim bir bayonot e'lon qilibdi. Shu Uyg'urlar dunyodagi Uyg'urlarningki bu namoyishga aktiv qatnashish haqida. Siz Dunyo Uyg'ur qurultayiningki muavin rais bo'lib chiqdingiz bilan biz sizdan so'rab qolsak bu Janvardagi 16 sentabr yig'ildigan bu namoyish qandaq namoyish, ahamiyati nima? Müşahede biraz məlumat verən baxsanız. Bu to'g'riliq sizga tashakkur aytaman. Evveliyatida azroq bir izohat berishimiz kerak. Bu 16 sentabr kuni nima uchun Birleşmiş Milletler'ninki, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki merkezida şunun oldida cho'ng bir birleşmiş namoyish, ya'ni bu Xitoy zulmiga uchragan asonliq millatlarninki o'rtoqlashgan bir namoyishi joriy qilindi. Bu to'g'riliq qisqacha bir izohat berishim kerak. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki merkezida Dünya Uygur Kurultayı başçılıkında yıllardan bu yan bir neçe qitim Xitoyninki bütün to'sqinligi, Xitoyning diplomatlarınınki bütün teşebbüsleri ve bizning bu faaliyetlerimizden oldini olish uchun qilayotgan bütün kurashlarga qaramay biz g'alabalik bilan neçe qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoy delegatsiyasining oldida Uygur vekilleri Xitoyning Sharq Turkistonda bosqinchi bo'lganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda ishg'olchi bo'lganligini, Sharq Turkistonning 1949 yilgacha mustaqil bir davlat bo'lganligini va Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ilib borayotgan qatliam jinoyatlarini, bütün rezil siyosatini bir necha qitim oshkorlab, Xitoyningki haqiqiy rezil siyosatini bütün dünya vekillerinin altında BDT zalida bunu aşkarı kıldık. Xoş. Bu bolsa Xitoyning nayeti bir yaram qilib keldi. Xoş. Bu vaqtda biz qatnashgan yig'inlarda shuni ko'rdikki, dünya Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki zalida ikkiga bo'linib, bir guruh Xitoy tarafida, bir guruh Sharq Turkistonliklar tarafida o'rin egallab, bu yerda Xitoy qarta cho'ng bir maydon, cho'ng bir kurash joriy qilingan. Her bir kıtımda biz galibi bilen bu yığınlarını akıllaştırgan. Bu yığınlarımızdaki galibilik içerisi de bizge UNPO yani Birleşken Devletler Teşkilatı da temsil kılınmayan Milletler Teşkilatı diyen Gollandiya merkezlik bu teşkilat. Yani ondan başka Radikal Demokrat Parti diyen İtalya merkezlik Radikal Parti yani nurgunluğun yani müşindak parti ve ammavi teşkilatla bizge ak çıkıp bizge sahipxonlik qilib, shu Birleşken Devletler Teşkilatı'da bizga zal elib, bizning so'z qilishimizga oq ish qilib, bizga tayanchiq bo'lgan. Albatta bu teşkilatlarning, bu partilarningki tuhfisi Sharq Turkiston davosini Birleşken Devletler Teşkilatı'da yangishiga zo'r tuhfa qo'shgan. Xo'sh. Oxirgi yillarda Xitoy delegatsiyasi rağmen bizning bu ovozni olmaydiganligini teşkilat, buna radikal terörist diyen bu yalgan şuarlarının mı eminleşmek, Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki zalını başkurgan reisinin bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki zalı erkin yanraydıgan, avazı boğulgan, asanlık asılı kalgan, zulümü uçurgan milletlerinki avazı yanraydıgan bir zal. Demokrasiyanın, insan haklarının, halkara kanununki ölçümü boyunca her bir asallık millet bir yerde özünün avazını, özününki vaziyetini düşendiriş haklı, hukuku ege. Şunun için Xitoyning bir yerde bisim kılış, Uygurlarının vekillerini zaldan çıkarış hukuku yok diye ne çıktım Xitoyga qattiq inkaz qaytırgan edi. Şu asasda Xitoy bizninki bu teşebbüslerimizni, bu faaliyetlerimizni to'sanmay, en ahiri özünün iqtisadi, siyasi, ammavi ve xalqaradaki her xil kuchini Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki veto hakkıga ega 5 daimi a'zosidan birisi bo'lish sifati bilan yana buni bir zo'ravonlikqa aylantirib Birleşken Devletler Teşkilatı ichida bizga yordam qilayotgan UNPO ve Radikal Parti qatorliq shu guruhlarni
Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki vekillik yoki bu yerda xizmat qilish imtiyozini bekorchi qilish uchun tashabbus qilib, bu haqda asas maqsad Sharq Turkistonliklarning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qo'g'lab chiqarilishi. Buning oldini olish uchun biz Tibetliklar, Sharq Turkistonliklar, Mo'ng'ulliklar, yana boshqa asallik millatlar vakilleri 16 sentabr günü, yani Qurban Hayitining 5. günü Cenevre'de Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki merkez işxonasining oldida cho'ng bir namoyish ilib bormoqchi. Bu namoyishda Xitoyning Sharq Turkistonda başta Tibet, Mongoliya ve bütün asallık milletlarda qilayotgan zo'ravonligi, qirg'inchiligi, diktatörlüğü yetmagandek bizning erkin dünyadaki ovozimizga buningmi tahammül qilmay, buningmi chidamay bizni bu yerdan bu ovozimizni bo'g'ish uchun bizga hamkorlashayotgan teşkilatlarni, partilarni Birleşken Devletler'den qo'g'lab chiqarman degan bu siyosati hech qachon inson haqlariga, xalqaro qonunga tushmaydigan bir zo'ravonlik. Bu Uyg'urdan, Tibetdan, Mongoldan ibaret emas, bütün dünyaya bo'layotgan bir diktatörlük deb qaraymiz. Shuning uchun bu namoyish biz uchun intayin muhim. Bu namoyish orqali bütün dünyanınki Xitoyga bo'lgan nafratini, Xitoyninki asallık milletlerine qilayotgan zo'ravonligini bir xil yana xalqaro asariga ko'tarib chiqmoqchimiz. Shuning uchun sizning televiziyonunuz vasitasi bilan biz bütün Sharq Turkistonlik tashkilotlarimizga, muhojiratdagi qarindoshlarımızga bo'libmi, Yevropada yaşayotgan qarindoshlarımızga imkon bağla o'zi bevosita qatnashish orqali, imkoni yo'qlar iqtisodiy yordam qilish orqali bu safarbarligimizga, bu Xitoyga qarshi Birleşken Devletler Teşkilatı oldidagi bir necha ming kishidan iborat shu cho'ng namoyishimizga qatnashib, Xitoyga bo'lgan nafratimizni ifoda qilish uchun da'vat qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi ichib berdingiz, rahmat sizga. Oxirida kelayotgan Qurban hayitingizni tabriklaymiz ekran orqali, rahmat sizga. Ben bu sizga İstiqlal TV orqali bütün Sharq Turkiston musulmonlarining va jumladan bütün ümmeti Muhammed'ninki, İslam dünyasındaki Qurban hayitini tabriklayman. Vatanimizde Allah için, vatani için, millet için kurban bo'lgan şehitlerimizden yani bir kıtım eslayman, ularga Allah'tan rahmet tilayman. Ve yana Allah Teala bizge erkin azade, hür Sharq Turkistonda Qurban hayit o'tkazishni Allah Teala'dan niyaz qilaman. Amin, amin inşallah. Allah'a emanet. Assalomu alaykum, rahmat sizga. Rahmatulloh. Assalomu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu qatimqi kun tartibidagi masalalar programmamiz mishada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq suhbatga ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.